Assalomu alaykum. Biruni beton quyish xizmati obunachilari. Biruni Ofi Qanşartaldagi ishimizni bitirdik. Bu yerda Ravshanbek tikinda ishladik. Ravshanbekning uyining iki yog'ining stoyashkasini qo'yib berdik. Mana ko'rinib turgan yer bir yog'i. Mana bu yog'i garajining ichi. Garajining yog'asidan boshlab bordiyor bo'ldi. Bu yerda 153 kvadrat stoyashka bo'ldi. 35 metr bordiyor bo'ldi. Stoyashkaning qalinligi 10 santim bo'ldi. Bordiyorning balandligi 1.10 balandlikdan 60 balandlikgacha. İşlagan yerlerimiz. Mana bordiyorimiz. 1.10 balandlikdagi bordiyorimiz. Bordiyorning to'g'riligi bu yerga bir chakmon shibin ketdi. 135 xalta sement. O'sha ketgan pul 20 milyon so'm bo'ldi. Qo'l haqqisi, sementi, shibini, chagasi hammasi shuning ichida. Mana bu yoq bordiorimizning to'g'riligi stoyashkaning yuzini yuvib suv so'ygan ekan. Mana garajdan ichini suv ko'mibdi. Sabab bu yerda garajda uklon yo'q. Tekis etib qo'yib qo'yirdik mana garajning darvozasini yonmachi. Shuning uchun ko'p ekan. Yana bir marta aytaman. 153 kvadrat stoyashka 35 metr bordiyor 20 milyon so'm ketdi qo'l haqqisida ichinde.